Pay. Yoqdi siz. Judayam yoqdi. Bugun sizlar bilan Yamelli konfetlarning qaysi ta'mi yurtdoshlarimizga ko'proq yoqishini bilib olamiz. Shokoladlisimi yoki mevaligi? Ketdik. Qani bir mazasini ko'ringlar-chi. Shokoladligi ko'proq yoqdi menga. Shokoladligi. Mevalisi. Mehmonga qo'yiladi, bilasizmi? Aha. Mehmonga qo'yiladigan shirinliklar o'sha. Kofe ta'mi keladi. Xo'p. Sizga qaysi biri ko'proq yoqdi? Menga mamsa. Ha, mevaligi. Sizgacha? Menga shokoladli yo'q. Mamnun. Mevaligini. Yaxshi, sizcha? Shokoladniki. Shokolad. Shokoladligi yaxshi ekan. Mevaligiga. Mevaligiga. Buzzo mevaligini tanlang. Fruktovisini tanlardim. So'z yaxshi. Mevaligi sizga yoqdi. Qandaydir mevali shirinroq. Ikkita tutasam bo'ladimi? Mayli tushta oling. Mevalimi yo shokoladlimi? Yo'q, mevali jami. Yeb, Mana fruktovoy tali. shokoladligi yoqdi. Men o'zim mevali anaqalarni yoqtiraman. Ha, Mama молочный tanlagan bo'lardi. mevali tanlagan bo'ladi. Kofe yoqadi. Kofeligi yoqadi. Yurtdoshlarimizning fikrini eshitdingiz. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Mevaliginimi yo shokoladliginimi? Izohlarda yozib qoldiring.